Biz yashayotgan dunyo juda mashaqqatlidir. U o'ta noshukur. Hattoki siz bu hayotda yashashdan charchadingiz. Siz sevgi va mehr ulashishdan charchadingiz. Evaziga hech qachon hech narsa olmaganingiz uchun. Siz kundalik hayotdagi ishonchsizlikdan charchadingiz. Qachonlardir siz umidli edingiz. Siz qayta orzu maqsadlar qilardingiz. Lekin singan qalb, bajarilmagan va'da, o'xshamagan rejalar, bu hammasi sizni ko'klardan yerga tushirar edi. Dunyo ham hamma vaqt sizga mehribon bo'lmagan. Siz topishdan ko'ra ko'proq yo'qotgansiz. Hozir esa yana bir bor urinib ko'rishga hech qanday ilhom ham yo'q. Men sizni tushunaman. Haqiqat shundaki, biz charchadik. Ko'p narsalarni xohlaymiz, lekin bu haqida so'rashdan charchadik. Bizga hozir qayerdaligimiz yoqmaydi, lekin biz hammasini qaytadan boshlagani cho'chiymiz. Biz tavakkal qilishimiz kerak. Atrofimizdagi barcha insonlar bizga qarshiga o'xshaydi. Va oxirida qayta harakat qilishdan ishonchimizni yo'qotamiz. Yana bir haqiqat shundaki, biz bir-birimizdan charchadik. O'ynayotgan o'yinimizdan charchadik. Kunda gapirilayotgan yolg'onlardan. Yuzimizga niqob kiyishni ham istamaymiz va sodda ahmoq bo'lish ham yoqmaydi. Biz o'zimizga yoqmagan rollarni o'ynashga majbur bo'lamiz. Xuddi biz boshqa insonmiz. Men bilaman. Bir narsani takrorlash qanchalar qiyin va yangi harakatlar qilish ham juda qiyindir. Oldin biz o'ylagan orzu-umidlar endi najotsizga o'xshaydi. Meni sizlarga bir iltimosim bor. Agarda sizlar taslim bo'lishga shunchalik yaqin turgan bo'lsangiz, bor kuchingizni to'plab yana bir bor harakat qiling. Biz o'zimiz o'ylagandan ko'ra hayotdan ko'proq xursand bo'lishimiz mumkin va bu oddiy haqiqat. Biz boshqalarga sevgi, mehr va ishonchni ko'proq ulashishga qodirmiz. Biz natijalar bo'lishini xohlaymiz va samarasi yo'qligini bilib taslim bo'lamiz. Biz hech kim yordam bermasligini bilib hamma harakatlarimizni to'xtatamiz. Tushuning, hech kim har kuni ilhomlanmaydi. Hammamiz nasabimiz dosh bermaydi. Hammamiz charchaymiz. Bir narsa aniqki, siz kuchingizni yo'qotib, hayotdan charchadingiz va bu tushkunlikka tushing degani emas. Siz omadli, kuchli deb o'ylagan inson ham hayotda bir marta bo'lsa ham mag'lubiyat hissini tuygan. Lekin bu hislar o'z maqsadiga erishish uchun to'sqinlik qilmagan. Qanday holatda bo'lmang, aslo taslim bo'lmang. Agarda charchagan bo'lsangiz, sekin, shoshilmasdan bo'lsa ham harakatni to'xtatmang. Charchagansiz chunki ko'p narsalarni o'zgartiryapsiz. Charchagansiz chunki siz o'syapsiz va qachonlardir bu o'sish sizni ilhomlantiradi.